Bahor nafas kirib kelgan shu go'zal kunlarda tabiat bilan birga qalblarimiz ham yangilanadi. Ana shunday yangilanish va taraqqiyot nafasi Uychi tumanidagi 5-maktab hayotida ham yaqqol sezilmoqda. Bugun maktabimiz nafaqat ta'lim beruvchi maskan, balki zamonaviy sharoit va keng imkoniyatlar yaratilgan dargohga aylangan. Tashabbusli budjet asosida maktabimiz 6 marotaba g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu katta yutuq natijasida maktab binosining tashqi ko'rinishi butunlay yangilandi. Eshik va romlar almashtirildi. Hovli yanada obod va fayzli maskanga aylandi. Bugun sinfxonalarimiz zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan. Elektron doska yordamida darslar yanada qiziqarli va samarali o'tmoqda. Maktabimiz hududida bunyod etilgan mini futbol stadioni esa o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sport maydonida o'tkazilayotgan musobaqalar yoshlarimizni jipslik va g'alabaga intilish ruhida tarbiyalaydi. Eng muhimi, maktabimizda ta'lim olayotgan o'quvchilar o'zlarini baxtiyor his etadilar. Chunki ular zamonaviy, yorug' va qulay sinfxonalarda bilim olmoqda, sport bilan shug'ullanmoqda, o'z iste'dodlarini erkin namoyon etmoqda. Ularning yuzidagi tabassum yaratilgan sharoit va berilayotgan e'tiborning eng yorqin ifodasidir. Albatta, bunday yutuqlar zamirida maktabimiz direktori A'zamjon Parpiyevning tashabbuskorligi va oqilona rahbarligi mujassam. U kishining sa'y-harakatlari bilan maktabimiz tobora rivojlanib, yangi marralarni zabt etmoqda. Maktabimizda faoliyat yuritayotgan fan o'qituvchilari o'z kasbining haqiqiy fidoyilaridir. Ona tili va adabiyot, matematika, fizika, kimyo, biologiya, tarix, ingliz tili hamda axborot texnologiya fanlari o'qituvchilari o'quvchilarga puxta bilim berib kelmoqda. Ustozlarimiz nafaqat bilim, balki yuksak ma'naviyat va vatanparvarlik ruhini ham singdiradi. O'quvchilarimiz turli tanlov va sport musobaqalarida faxrli o'rinlarni qo'lga kiritmoqda. Har bir yutuq bu ustoz va shogirdning birgalikdagi mehnati samarasidir. Bugun bahor nafasi maktabimiz hovlisida esar ekan, qalbimizda faxr tuyg'usi jo'shiradi. Uychi tumanidagi 5-maktab bu bizning faxrimiz, ishonchimiz va porloq kelajagimiz poydevoridir.